Meniş harpsida Hamid keldi. Oğulcudan yengili kepti. Bu yerdeki yoldaşlarının dep berişi bilen mening meniş aldıda turgunumni bilip aldırap yetip kepti. Sabitka, dedi o tunji qitim bekli yaqinchilik ifodalab. Sayfiddin apandidan ahvolingizni angladim. Mamtali apandining dangliq o'quvchisi ekansiz. Sizning ruscha, xitoycha tillarni turmida o'rganib olganligingizni aytib bergan edim. Apandim, Sabit apandidan buni kutishga bo'ladi. Uning mudhish bir xotirasi bor emasmi? Dedi. Anglasam, bu Mamtali apandining bahosi emishqo. Balkim sizni bir viloyatga ko'z tushlari mumkin. Mausi vaqtni qo'dayman. Rahmat, Alloh yetenkapsiz. Ati mangadigan bo'lsangiz, men yana ati kelib uzitib qo'yaman, dedi u. Ondan yenimdagi Abdullohni ko'rib, kimdi bu degandek qarab qoldi. Shu an ularni tunishtirmoqnim esimga keldi. Kechiring, tunishtirmabdiman. Bu inim Abdullah, o'zi Mo'g'ul, turmidishim. Xotin Sumbulda yashaydi. Hamid tatargan holda qo'lini Abdullahga uzatdi. Uning Mo'g'ul turib ismining Abdullah bo'lishi, men bilan turmada bilayotganligi Hamidga hammani tushundirgan edi. U Abdullahning musulmon bo'lganiga shunchalik tatirib atadi. Mening to'sqinimga unmay, atisi haqiqatan uzatqili keldi. Rahmat, uzatqili kelib, bakmi xursand qildingiz, dedim rasmiyatchilik bilan. Chunki Abdullah bo'g'ashqa uning kelishi o'ng'aysizlikdan boshqa foyda bermaydi. Men texmi xo'shdanga, nima degan bilan siz bizning maslikimizga yaqinlashdingiz. Balkim asta-asta qabul qilib qolasiz. Men uningga nima uchun Gomindang tarafning taklifini emas, ularninkini qabul qilganligimning sababini xuddi Rahimga deganimdek shaklda deb qo'ydim. Bu hol uni bakmi yerim qildi. Bir hazo jimib ketdi. Andin yana o'z maslikini aqlashga tirishib, "Kommunizm dushmanligingiz nimancha cho'nqir kintang?" dedi afsuslangan holda. Ularning samimiyatiga qandoqmi ishinay inim? Mening ashu esil xislatlik ustozimdek 300 nafar o't yurakni ashu sizning homiylaringiz ko'ydirib etganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam. Yana shu sizning ezilguchilarning do'sti deb sifatlangan akıllaringiz xalqning qo'zg'alig'ini bostirishda Shingshisaga yordam qilib 50 ming odamning jiniga zamin bo'lgan. Millionlarni xonu vayron qilganligiga shohid bo'lgan tursam. Texi ashu qo'g'lab o'qib tutilganlarning birisi men o'zim tursam qandoq mushinay? Ashu qo'shinning beshidagi qo'mondan kim edi, bilamsiz? U savol berdigandek qilmaydi. Shunga o'zim javob berdim. Ashu bugungi bosh qo'mondonimiz Ishoq bek edi. Uning burunlari terlab ketdi. O'sal ahvoldan qutulish uchun. Balkim har davrning bir alohida ahvoli bordir. Har alohida ahvolga qarta bir siyosat bordir. Kim biladi? Dedi o'tong'is. Shundoq. Bugunkisimi shu. Yana bir tarixiy davrdagi alohida siyosat xolos. Vaziyatni yaxshi ko'zding. Mustaqillik shuari bilan chiqqan edinglar. Endi oyog'i nerdan chiqyotidi? Nima uchun? Yaxshi o'ylab ko'ring. U uzatqili kelganiga to'ydimi qandoq? Alloh biladi. Rangi ruhi bakli tutilib ketdi. Men yuk mashinasining ko'zbiga chiqib, u va Abdullahning yordami bilan 2 sanduq kitoblarimni, eng asosli mol-mulkimni sunib oldim. Andin uning rahmat aytib qo'l bulanglatdim. Kuchog'i berib hukumatga o'zimni ma'lum qildim. Ishtishim Xitoy hokim, kulsi ko'zlari tamoman yumilib ketadigan, tazmu tipik Xitoy ekan. Harvida to'shqan oladiganning dal o'zidek qiladi. Menga odam qetib yatiqimni ko'rsatkilaverdi. Buguncha joylashib elib, ati o'gingicha dam elib, andin kelsingizmi bo'ladi, dedi u Xitoychisiga yolg'on xush muomala bilan. Bu chaqda uning kirpiksiz ko'zlari tamoman yumilib ketdi. Yatiqimga joylashdim. Bu yer ilgari nahiylik hukumatni qo'g'daydigan navbatchi askarlar turgan bir yerim yig'izi ekan. Bir yerim deyishim tashqarqisi bakli kichik. Balkim bu yerda post turadigan, ichkirisi dam oladigan yer bo'lsa kerak. Menga qatqan odamning boshishi bilan bozorga chiqdim. Uyga lozimliq narsa keraklarni setib oldik. Yeydigan narsadan ta ishlatadigan narsalargacha. Andin ikkimiz ko'tirishib uyga keldik.
Shundala bu xizmatkorga ruxsat berdim. U ketgandan keyin yana uyda zerikib kechki tomoqni ko'chada yeb kelgach, birdan vaqt o'tkazmoqchi bo'ldim. Ilgari bu yerdan mahbus harvizida o'tgan edim. U chaqda saqchixonaga tushgan. Atlarni shu yerda bo'shatib, bizmi shu yerda dam olgan edik. Biz deganimda hiliqi meni yalab mangan 6 askar bu yerdagi askarlar yotiqida. Men bo'lsam gunohkorlarning kamerada yetib, atisi yo'lga chiqib ketgan edim. Mana endi taqdirning shamili meni boshqa bir turlik salohiyat bilan bu diyaga akilib tashladi. Kucha mening uchun tamoman sirliq bir shahar edi. Uning sirliq qilg'ini uning aşı uzoq tarixi va atrofdan ketgan san'ati edi. Tariximizda alohida o'rni bo'lgan bu shaharga kelishga nisib qilgan qismatim uchun Allohga 100 ming qatli shukr etdim. Bekorchilik, atalmish demelish deganlardan bakmo bezor edim. Ko'nula bekor turg'uchi bekorga ishlar deb bekor aytmagan. Bu gapda cho'qim bir hikmat bor. Men uyda dam ilib o'ltira olmaymanmi? Atsili ishga bordim. Hiliqi boshliqim Xitoyga yo'liqdim. U meni ashu doimiy kulgi chiroyi bilan qarshi elib, "Yuring, men endi o'zim ishxonangizni ko'rsatay", dedi. Uzun kenjazisining uzun yanglarini hadab bilik tarafga tushsin degandek qo'lini igizga silkib. Uning oqsidan ergashdim. Ishxonamiz qo'shnidagidek edi. Avval kirgan yerimiz ishxonamning tashqari bo'limi ekan. 12 km atrofida keladigan kichik xonada bir shira va shiraning oqsida bir ayol yoki qizmikin o'ltiradi. "Bu xanem sizning katibangiz", deb tunishtirdi hokim. Heliqi qiz o'rnidan turib, yenikkina boshlang'ich deb qo'ydi. Menmi bilinmas holda egilib qo'ydim. Ammo uning yuziga qaramaslikka tirishdim. Bunisi menga ortiqcha tuyuldi. Chunki menga bir katibning zarur kerak tepishimi natayindek edi. "Mana bu sizning ishxonangiz." Hokim ishxonaning eshigini ochib meni kirgizayotgandan keyin ondan o'zi kirdi. "Qandaq talablaringiz bo'lsa, katib xonimga desangiz, u xizmatchilarni tepib qildirib beradi." "Rahmat, hozircha bo'laverdi. Lozim bo'lsa, keyin bir nima deymiz", dedim hokimga qarmayla. Ishxonaning u yoq bu yoqini ko'zim kechirayotgandek qarab. Amaliyotda har qancha qaragandek bo'lsam-mu, ko'ngil ko'zim hech nima ko'rmayotdi. Nima gap? Nimalarning joylari nomuvofiq, hech fikrim yo'q edi. "Qolgan ishlarni katib sizga tanishtirdi. Hamsa men chiqay", dedi hokim yana heliqidek mamnuniyatga cho'milib ketgandek kulki chiroy bilan. Javoban boshlang'ich deb qo'ydim. Berib qup-quruq shiraning oldida o'ltirdim. Shiraga jaynaklab elib, ishim haqida o'ylanay desam-mu, kallamga hech nima kelmaydi. Hech bir yangi plan yoki xiyol yo'q edi. Men bu ishga bakla ajnabiy bo'lg'ashqa, bir muncha aholi va keng bir territoriyaning boshlig'i bo'lishning amaliyotda suri bo'ladiganligini his qilishga boshladim. Shu tap menga bir ish topshirilsa, uni qandoq bir taraf qilamankin tang? Xitoylarning intayin sinchi, qiltoqchi, hiyligar, suiqasdchi bo'lishini nazariya jihatdan biladigandek qilsam-mu, mana endi tunji qatim bir Xitoy bilan o'xshash bir vazifani birlikda qilish oldida turatdim. Xitoylarning amalparastligidan aytganda, u cho'qim meni pasipalga tushirib qo'yishning ko'yida bo'lmay qolmaydi. Meni hammaga xo'pla deydigan qo'nchoq qilib qo'yib, ilgarigideklar o'zi bilganini qilish xiyoli bo'lishi tabiiy. Men bo'lsam, Sharqiy Turkiston hukumati tarafining odami, rasmiy xalq vakili. Shunga bu rolimni unutib qolsam bo'lmaydi. Ishik chekildi. Ruxsatim bilan katib kirib keldi. "Ijozat qilsangiz, kundalik ishlar haqida sizlarga ma'lumot bersam." Ajoyibli xijolat bo'lib ketdim. Ilgari boshqarmada ishlagan chig'imda odam boshqarmaydim. Ko'p odam bilan muloqot bo'lmasdan ishxonadagi qog'oz qalam ishi bilan kunim o'tadi. Mana endi biri oldimda qo'l bog'lab tursa, qandoqmi xijil bo'lmay. Men faqat gelimni qirib beshimni yig'atdim. Ammo hech u tarafga qarayamadim. Bu toza mutassish bo'ldi-da. Har kuni bu ayol bilan ishlashga to'g'ri kelsa, ayolning bo'y turqini his qildim.
ko'z qirimni ko'rib atatdim. Uning bo'yi o'lchamli go'zallar tipida ekanligiga jazm qildim. Ovozi shunchalik yaqinliq ediki, gapining uzoqroq davom qilishiga mushtaq bo'lib qag'udakli edi. Gapi tugagandan keyin shunchalik tavazu bilan: "Chiqsam bo'lamdi, apandim?" dedi u. Men ashu turqumni buzmasdan qo'limni ko'tarib qo'ydim. Ammo shunchalik ko'nglim yerim bo'ldiki, bakmi puchulandim. U meni cho'qimla bekaka urgan deb qolgandi. Nimishki uningga qarab turib, kulimsirab javob bermagandiman deb o'yladim. Yana uning shunchalik adablik, shunchalik tarbiyalik so'z harakatlari zo'qimni tortmoqda edi. Acaba har darajalik hukumatlarda ishlaydigan xizmatchilar, hech bo'lmaganda mukotiblar mushundaq tarbiya ko'rgan kishilardan bo'lamdigandi. Bilishimcha, uncha valam emasdak edi. Kichikimizdan yağmurda ishi bo'lganlarning qaqshab, qarg'ab keladiganligini biletdim. Mening tazimi ta'lim bormi ya? U chaqlarda idoralarda ishlaydigan Uyg'ur ayollari hayron qolarlik bir ish hisoblanadi. Kuchadek noilik hukumatda emas, Urumchidimi ko'pchilik qiladigan ahvol emas edi. Bu bir kunni ashundaq o'y xayollar bilan bak mutasdiga chiqildim. Atsila katib oldimga kirib: "Qo'sh avatda dehqonlar bir chatoq chiqaga o'xshaydi. Hokim silini shu yerga berib, ishni bir taraf qilib kesgan deydi." Dedim. Sirtlarda yurgan ming yaxshi emasmi? Hokim haqiqatan mening kayfiyatimni bilib, ko'ngli ichilib, ko'nishi olsin dedim-u nima? Deganlarni o'ylab xush bo'ldim. "Bo'ladi, men boray", dedim yana shu burunqidek udul qaramasdilla. "Men chiqib xizmatchilarga aytay, at tayyor qilsin. Tayyor bo'lganda sizlarga xabar qilaman", dedi u yana shundoq yiqimliq ovozda. Bu ovoz beayni yiqimliq kuy edi. Chiqib etib, meni ko'rib o'rnidan turgan katibimning salimini ilik elish uchun ixtiyorsizla lap etib bir ko'z tashildim. İchimni bir cho'q ko'ydirgancha tapinimdan chiqib ketgandek bo'ldi. Men bu bir necha daqiqa ichida uning ko'ziga qarab solgan edim. Menmu shoirman deb xumor ko'zlar, buloq ko'zlar, ohu ko'zlar haqida bir munch apqash she'rlarni yozib yurgan bo'lsammu, bu ko'zlar haqida zuvonim tutilib, qalbuklarim chaplashib qolgandek bo'ldi. Bundaq ko'zlar oldida har kim lol bo'lmay qolmaydi. Uni o'xshatqili bo'ladigan bir narsa bo'lsa-di kashki. Uni tanglashtirgili bo'ladigan yana bir narsa bo'lsa, kishilarning hammasi shu yerga yig'ilib olmasmidi? Deyman yana. Qo'sh avat nahiya bozoridan eng uzoq bagliklarning biri bo'lg'ashqa, uzun yo'lda ketayotgacha xiyolim o'sha ko'zlar haqida bo'ldi. Ammo bu ko'zlar tasavvurimda chaqnab tursa-mu, uning haqida hech qanday tasvir ifodalar uchun so'z topolmadim. Navoiyning barliq so'yguli lirik-larini yodimga elib, ko'z tasvirlarini birma-bir selishtirib chiqdim. Ammo u tasvirlarning hammasi bu ko'zga mos kelmaydi. Mos kelmaydi deganim yetarsiz qoladi. Tezroq bir ish bilan malika bo'lmasam, bu ko'zlarning sehri meni elishtirib qo'ydigandek qiladi. Qo'sh avatda bag meni ajoyib xuluq xushomatlar bilan kutib olib uyga boshladi. Kech bo'lib qolgan edi. Ish atiga qolgan bo'lg'ashqa aram oladigan bo'ldim. Dasturxon ustida bag oldimga bir kumush, bir oltin yompoq qo'ydi. Qutlug' qadamlari tunji qatim g'aribxonimizga yetibdi. Rizqlari kam bo'lib qolmasin. At deganda nima yeysan, kaskichi shu degan gap bor emasmi? Az bo'lsa-mu boshdagi qadamda az dollar rizq bilan boshlansin dedik. Ko'nglimiz, dedi. Bu ro'shan pari edi. Pari bo'lgan ishda bir nohaqchilik bo'lmay qolmaydi. Shunga siliqqini rad qildim. Uning bezanglik bilan kuchuklanib yolvuravermasligi uchun ketishda oladigandek shapi berib qo'ydim. Avval ish qilib, ondan ajrni olsak, texmi durust bo'lar bek xo'jam. Buni sap qo'yib tursizlar. Bey buni az ko'rvatadi degan gumon bilan menga emizgilar selishqa, kelgusida bo'ladigan naplar haqida bishoratlar berishga fursat topdi. Qo'sh avatda dehqonlar bilan bagning orasida chiqqan bu jidalni har ikki tarafdan ayrim-ayrim anglab baqdim.
Quyuq çaşlarım tik durup ketdi. Anlasam, bu bəg hakimning bək yaqinimiş. Uning öz yurtdaşlariga ravo ko'ygan zulmini tilga elishdimu nomus qilman. İşimning bismillahsidila mushundaq murakkab ishga yo'liqishim tasaddibilikmidi? Yoki Xitoy mening yengilikim, tajribasizlikim, xizmatning suridan qo'rqib turayotganim qatorliqlarni mo'lcharlab, meni qiyin ahvolda qoldirib, ondan yaramsizligimning bir misolini yaratmoqchi. Shuning bilan bu paket orqali har zamon meni tizginlab turmoqchi bo'lib, qasdan bu ishga meni buyurgan o'xshamamdi. deganlarni o'yladim. Hatto bu alohida loyihalangan bir o'yin bo'lishi mumkin. Men para olsam o'xshash bo'lg'unib ular bilan bir jangalning bo'ladigan. Ammasam bu ishni tuzanmay tanqislik ichida rasvo bo'ladigan. Bu ehtimollik eng cho'ng, aqlga uyg'un, Xitoy axloqiga dal tushadi. Shu anda men adolatni yoqlayman desam, ishning bismillahsidila hokim bilan dushmanlashib qolatdim. Diplomatik yo'l bilan lamzalla moderatchilik yo'lini tutay desam, xalqning ishonchiga urilish bilan birga muhimi Sharqiy Turkiston tarafining vakillik salohiyatiga dog' tushirdim. Men amalparastlardan emasku. Yomoniga kelsa hokimligimni elib ita, qaytib ketib muallimchiligimni qilmamdiman degan xiyol menga jasorat berdi. Meni jazolash ishini hokim o'zi qila oladigan ish emas edi. Viloyatga yo'llaydi. Viloyatda Abduz Maqsum vali edi. Shuning bilan jamoatni to'plab, shularning oldida bagni mansabdan qoldirdim. Ondan jamoatga: "O'zinglar kimni yaxshi ko'rsanglar, shuni saylanglar" degandim. Kishilar hayotida ko'rib baxmagan bu ajoyib ishdan mangdab qoldi. Fursatni g'animat bilib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Azod rayon tavasida mana shundoq saylan bo'ladiganligini, xalq hamma amaldorni o'zlari saylaydiganligini, mustaqil bo'lib, vatanimiz o'z qo'limizda bo'lsa, hamma ish mana shundoq qilinadiganligini tushundirdim. Bu orqali kishilarda Xitoydan ayrilibmi yashag'ili, hatto texmi yaxshi yashag'ili bo'ladi degan to'yg'uni, mustaqillikqa qarata söygü, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatiga qarata söygü uyg'otmoqchi edim. Bir yoqda mansabdan tushgan bey chalvoqab so'zlab, menga po'pozi qiladi. Uning to'liq ishonchisi bordakla qiladi. Hokim bu jadalni sun'iy keltirib chiqargandakli bilinmoqda edi. Uning do'q po'pozlariga pisand qilmagan bo'lib olgan bo'lsam-mu, ko'nglim tazimi dakki-dukki bo'lib o'tadi. Ammo hech pisand qilmagan ifoda bilan dehqonlarni o'zlari yaxshi ko'radigan, ishindigan birini saylashga ko'ndirdim. Saylashdi. Birlikda tantana qilishdi. Men ulardanmi bek xushaldek ifoda ko'rsatib vassam-mu, hamda hokim bilan bo'ladigan g'avg'olar haqida o'ylab o'tdim. Mana shu birinchi ishim bilanla kucha tavasida Sobit apandi deb eg'izdan tushmaydigan mashhur odamga aylanib qoldim. Ammo hokim bilan mo'ljallangan g'avg'o ahdisi men ishga borgandili boshlandi. Eshikdan kirishimga kotib: "Hokim sizlarni kutib o'ltirdi. Kelsa darhol yanimga kirsin" degan edi. dedi askarlardek chapdastlik bilan chachrab o'rnidan turib. Uning ko'zlariga yana bir qaytim qarab selib, gunohkor bo'lishdan shuncha qaysam-mu, baribir u tarafga qaraganimda bir oz tuvanga qarab oldim desam, dal og'ziga qarab soldim. Endi uning og'zi to'g'risida nima desam bo'ladi ekan? Aslida bu mendek bir taqvodor odamga yarashadigan gaplar emas-da. Ammo siz yozuvchi bo'lgandan bundaq tasvirlashlarni to'g'ri tushunasiz deb da'vatman. Uning lavlari xuddi bizning otushning ot bag'ri munaqidaydigan uzum bog'u. Ha, mana shu uzumning bir taraflari qizil, bir yoqlari suzilib oqirib ketgandek. Ammo qizil to'mirlar ko'rinib turadigan suzukligiga o'xshaydi. Uning bir oz ikki yoqqa qayrilib turishi xuddi qizil chiqadigan ko'kchilardan bir pichim olgan edi. Uning sherinligi bilinib turadi. Kalpuklarining ostida shakllangan o'yman bo'lsa, maxsus yigitlarning jasoratini, g'ururini, manmanligini dam tortib yutib oladigan ko'yi qapdek sehriy kuchga ega edi. U mening o'ziga qaraganimni sezgan ashu sekundda ashu ajoyib lavlarini bir oz echib,
Salam, hürmet hesabidagi bir kulimsirash ifoda qilib edi. Shu qisqa daqiqalarda tishlarini ko'rib qoldim. Bu tishlar rostilla o'zining tishlarimidi yoki oqqosh tishidan yasab keyin tizilganmidi? Yoki qimmatbaholiq pil tishidan yasab silib olganmidi? Bu mening anchiki xiyollarimni go'llash uchun topgan retorik savollarim. Amaliyotda bu tishlar tabiiy uning tishlari edi. Ammo uning hammani tashqariga chiqarib, raso tozalab, balki o'z rangida hal berib, quyosh nurida quritgandan keyin qayta tizib chiqqandekmi qiladi. Tishlarning buncha tekshi bo'lishi, buncha ratlik bo'lishi, buncha oq bo'lishining go'zallik persenti uchun bunchalik foydasi bor desa ishonmagan bo'lardim. Shu anda ko'rdimki, bu tishlardan chaqnagan ko'rinmas sho'lalar butun ishxonani istilo qilib, shu go'zallik imperiyasiga qo'shib olgandek tuyulib ketdi. Ammo baxtga qarshi, hozir bundoq go'zallik haqidagi xiyollardan huzurlanib o'ltiradigan vaqtim emas. Meni shu anda hokim ishxonasida qandoq vahimalar kutyotadi ekan? Agar boshqa chog'lar bo'lsaydi, men bu go'zallik haqida kun bo'yi so'zlasam, tasvirlarim bitmaydi. Hokimning ishxonasiga kirdim. "Zo'sha!" dedi u to'liq Xitoy amaldorlik kibri bilan menga u yoqdagi o'rindiqni ishora qilib. Gap so'zsizla o'ltirdim. Ammo uning pisand qilmayotganligimni bilindirib qo'yish uchun o'rindiqqa bir oz yantu yo'linib, bahozirlik ko'rinishi shakllantirib, Xitoy bilan barobarligimni eslatmoqchi bo'ldim. Xitoy g'angzi tutib olgan qo'lini to'xtamay siltib, oldimda gidiyib turib so'zlab ketdi. Birdam u yoq bu yoqqa piqirib etib, yana udulimda to'xtab, meni qo'rqitmoqchi bo'lgandek popozlarni qiladi. Undimasdan turaverdim. Oxirida u meni bu ishni yana o'zimning tuzatishini, bagdan apu so'rashimni hokimlik talaffuzi bilan buyurdi. "Jo'jamadinglar. Chiva!" dedi u to'liq ishonch bilan. Go'yo men bu gunohimni to'nigan, bo'ynimga olgan ish bodakla. Gap qilmayli o'rnimdan turdim. Uning gaplarini javobsiz qoldirish orqali ko'zimga ilmayotganimni bildirgim kelgan edi. Ammo eshik tuviga borganda yaltaydim va orqamga burilib, "Men intoyin to'g'ri qildim. Buni yana o'zgartmayman. O'zgartmasam bo'lmaydi desang, oldi bilan meni vazifamdan ilib tashla. Ondan o'zing asliga keltirib ol. Agar men bir kun mush vazifada bo'lsam, bir kun shu bo'yi chiqaladi." dedim-da chiqib ketdim.